Ta'mirlangan 2 xonali uy sizga. Keling. Allohim o'zingga shukr. Shuncha o'g'il berding. Allohim o'zingga shukr. O'g'lingizmi bu? Qalaysiz? Ismingiz kim? Kichkina aktyor. Shohruxxon. Ha, yaxshi, yaxshi. Keling, tepaga chiqamiz. Endi ehtiyot bo'lib chiqib olasiz. Keling. Charchamadingizmi? Yaxshi, o'zingizni yaxshi his qilyapsizmi? Davolatdingiz-ku bolam. Ha, yana davolatamiz hali endi. Keling. Sizga men yana ikkinchi surprizim bor. Faqat qorong'i bo'layapti, uspet qilmayapmiz. Sizni bir videoyingizni ko'rdim. Men kasb kasalligi, temir anaqa qilmasam chidolmayman dedingiz-ku. Sovg'amizni birinchi qabul qiling mana. Xudo xohlasa ta'mirlangan 2 xonali uy sizga. Keling. Faqat qo'ying. Faqat sizni pasportingizni anaqasi daningiz bo'lmaganligi uchun ochiq shartnoma qildik. Ertaga sotuv bo'limimizga kelsangiz, mana shu loyihani xohlagan joydan tanlab olasiz. Bering bolajon. Ha. Rahmat, sog' bo'ling. Ta'mirlangan holatda, xudo xohlasa, ta'mirlangan holatda 2 xonalik xonadon sizga mana chin yurakdan hadya qilamiz. Bundan tashqari 10 tonna temir sovg'a qilamiz sizga. Yo Parvardigori olam, bolam, eng avvalo xalqimga ta'zim qilaman. Xalqimga rahmat deyman. Sizni atrofingizdagi Mana menejerlar turibdi orqangizda. hammasini, hamma xodimlaringizni, oila a'zolari bilan barchangiz, jamiki xalqimiz barchangizni Allohim 2 dunyo saodatini, 2 dunyo jannatini bersin. Qiyomatda Hazrati Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam boray zotlari yaxshi ko'rgan, suygan ummatlaridan bo'lishligingizni barchangiz shu qatori bizlarga ham nasibi ro'zi aylasin. Va quvonib mana bu meni ummatim deydigan, suygan va yaxshi ko'rgan, rozi bo'lgan ummatlardan bo'lishga nasib etsin. Ota-onangizga ming rahmat bilan. Xudoya xudovando baxt, omad, davlat, boylik, iymon har doim ortingizdan qola bersin, etaklab bering. Allohim barchangizdan rozi bo'lsin. Amin. Allohu akbar. Bolam hayajondaman, jonim bolaman. 10 tonna temiringizni beramiz, aytsangiz. Bular bor ekan mana. Mana shu gulga o'xshab doim chiroyli bo'ling. Meni katta o'g'lim nogironda o'kindim. Meni 31 yoshlar bolam qo'limga sarg'ayib, yosh boladay tikilganiga o'kinardim. Kichkinasidan umid qilardim. Allohim o'zingga shukr. Shuncha o'g'il berding. Allohim o'zingga shukr. Kechir meni oshkor bandayin. Bu gulni keliningiz berib yubordi, Shahzoda. Va maşallah. Sog' bo'ling. Hamma yoqimli ishlar og'iz ochib oling. Allohim rozi bo'lsin. Allohim rozi bo'lsin. Ming rahmat.